Diqqat, tezkor xabar. Joriy yilning 4-iyun kuni, ya'ni haftaning chorshanba kuni bugun qanday ob-havo kuzatilishi mumkin? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. O'z hududingizda qanday ob-havo bo'lishini bilishni istasangiz va ulardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostida erimasdan bor yo'g'i bir donagina like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' va tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq kuzatilinishi mumkin. Havo harorati kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Manba: O'zgidromet rasmiy sahifasi.